Yaqinda Transparency International xalqaro nodavlat tashkiloti tomonidan korrupsiyani qabul qilish indeksining 2024-yilgi natijalari e'lon qilindi. The Diplomat xalqaro internet nashrida mazkur mavzuga doir hajman katta, mazmunan keng tahlil va asosli xulosalarga ega bo'lgan maqola chop etildi. So'nggi yillarda mamlakatimizda korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish bo'yicha izchil choralar ko'rildi. 4904 nafar mansabdor shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bu 2023-yildagi 3575 ta holatga nisbatan 37.2% ga ko'pdir. Afsuski, bu islohotlarning qo'sh qanoti bo'lmish jamiyatimizda korrupsiyaga qarshi keskin munosabat va faol jamoatchilik nazorati yetarli darajada emas. Yaqinda Transparency International xalqaro nodavlat tashkiloti tomonidan korrupsiyani qabul qilish indeksining 2024-yilgi natijalari e'lon qilindi. Mazkur xalqaro nodavlat tashkilot dunyo bo'ylab 180 ta mamlakatdagi korrupsiya darajasini 0 dan 100 ballgacha bo'lgan shkalada aniqlaydi. Mazkur tartibga ko'ra O'zbekiston 2024-yilda o'tgan 2023-yilgi natijadan 1 ball kam, ya'ni 32 ball to'plab 121-o'rinda o'zgarishsiz qoldi. The Diplomat xalqaro internet nashrida mazkur mavzuga doir hajman katta, mazmunan keng tahlil va asosli xulosalarga ega bo'lgan maqola chop etildi. So'nggi yillarda mamlakatimizda korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish bo'yicha izchil choralar ko'rildi. Davlat organ va tashkilotlarining faoliyatida ochiqlik, oshkoralik va shaffoflikni ta'minlash, davlat xizmatlarini elektron va onlayn ko'rsatish orqali korrupsiyani ancha jilovlashga erishildi. Natijada yuqoridagi reytingda mamlakatimiz 2016-yildagi 21 balldan 2024-yilda 33 ballgacha yuqoriladi. Afsuski, bu illatni davlat va jamiyatdagi ildizini hali butunlay sug'urib tashlashga erishmadik. 2025-yil 24-yanvarda Bosh prokuratura 2024-yildagi faoliyat haqida hisobot e'lon qildi. Unga ko'ra 4904 nafar mansabdor shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bu 2023-yildagi 3575 ta holatga nisbatan 37.2% ga ko'pdir. Ularning 71 tasi vazirliklarda, 410 tasi hududiy organlarda va 4425 tasi mahalliy hokimiyat organlarida faoliyat yuritgan. Davlatimiz xalqaro tajribaga tayangan holda korrupsiyaga qarshi islohotlarni samarali bo'lishi uchun qonun ustuvorligini mustahkamlash, huquqiy tizimni kuchaytirishga harakat qilyapti. Afsuski, bu islohotlarning qo'sh qanoti bo'lmish jamiyatimizda korrupsiyaga qarshi keskin munosabat va faol jamoatchilik nazorati yetarli darajada emas. Odamlarning reaksiyasi ko'pincha korrupsiyaning o'ziga emas, balki pora miqdoriga yoki mansabdor shaxsning lavozimiga bog'liq bo'lmoqda. Masalan, o'rta darajadagi amaldor yoki hokimiyat vakili 100 ming AQSh dollar pora talab qilsa, bu ijtimoiy tarmoq va ommaviy axborot vositalarida keng muhokama qilinadi. Ammo pora miqdori kichik bo'lsa, u e'tiborga ham loyiq ko'rilmaydi. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashishda turli muammolar mavjud bo'lsa-da, shu paytgacha erishilgan yutuqlar, ya'ni jinoiy ta'qiblar sonining ortishi va jamoatchilik muhokamalarining faollashishini ijobiy baholash mumkin. Zero, so'nggi yillarda korrupsiyani qabul qilish indeksidagi natijamiz yuqorilayotgani ham islohotlar samaradorligini yana bir bor isbotlaydi. Gruziya, Indoneziya, Ruminiya va Janubiy Koreya kabi davlatlar xuddi shunday yo'ldan o'tib, davomli islohotlar va kuchli siyosiy iroda bilan korrupsiyani kamaytirishga erishgan. Korrupsiyaga qarshi haqiqiy kurash bu faqat jazolash emas, balki adolatli va shaffof boshqaruv, qonun ustuvorligi, kuchli institutsional tizim va jamiyatda adolatga nisbatan ishonchni tiklash jarayonidir. Muammoni hal etish uchun hukumat va jamiyat birgalikda harakat qilsagina davlatimiz sha'niga dog', taraqqiyotiga g'ov bo'layotgan bu illatdan batamom qutulamiz.